Begimmi peshanlarga boy bo'lish yozilmagan shekil o'zim boy bo'lay o'rgating. Ko'zinglarga millir bo'lib ko'rinamanmi deyman ha. Endi siz bilan men asalim shu paytgacha borini ekonom qilganimizda ikkalamizdan boy odam bo'lmasdi, to'g'risi. Bunda o'ylab qarasam faqat yeb ichib mazza qilib yashar ekanman bu hayotda. O'ladigan dunyoda mazza qilib yashash kerak. Erkak kishini uncha boy ham qilib bo'lmaydi. Boy bo'lib ketsa, shu xotinim yonimda turuvdi, qadriga yetay, shuni men chet ellarga olib borib aylantirib kelay demaydi. Ikkita xotin qilib o'ynashda olib mazza qildirib olib ketadi. Chet elga siz bilan men uyda qolib ketamiz shalpayib. Shuning uchun mazza qilib yashaylik. Shunda ham silishkim agar mayli bir sharoitim yaxshilansin, erimga yordamchi bo'lay, uydan chiqmay ishlay, bir ikkisim topay, halol bo'lsin, yana boshlanishiga pul tukmay, o'rganishim tekin bo'lsin, yana shu kompaniyani hurmati O'zbekistonda baland bo'lsin, undan tashqari menga staj ketsin desangiz, hozir Ahmedga qilayotgan profilimga o'tib yozasiz, qarabsizki siz bugundan